Rus tilini o'rganmayotgan inson ham "пожалуйста" so'zini ko'p eshitgan va ixtiyoriy ravishda ishlatib boradi. Aslida o'sha "пожалуйста" so'zi nima ma'nolarni beradi? Men 4 ta ma'nosini aytaman. Birinchisi, arzimaydi degan ma'noda. Ya'ni birorta insonga siz rahmat desiz, spasiba so'zini ishlatsangiz, u "пожалуйста" degan javobni aytishi mumkin. Ya'ni sizga arzimaydi deyapti. Yoki bo'lmasam, "Дайте, пожалуйста, воду". Iltimos, suv berib yuboring. Bu yerda iltimos ma'nosida ketyapti. Agar siz kimnidir oldingizdan o'tkazmoqchi bo'lsangiz, ya'ni "пожалуйста" deb yo'l ko'rsatsangiz, unda o'tavering degan ma'noda gapiryapsiz. Yoki birorta narsani siz uzatmoqchi bo'lib uzatayotganda "пожалуйста" desiz, demak mana oling degan ma'noda gapiryapsiz. Ana shunaqa gaplar. Kanalimizga obuna bo'ling. Bunaqangi xabarlardan ko'pini sizga yetkazaman.